alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahrining qoq markazi Media Park ro'parasidagi 7 qavatli elitli liftli uyning 5-qavatda 2 xonali uyni to'liq obzorga yetib keldik. Eshikdan kirish qismi, bu yer kattagina koridorimiz mavjud, prixo'ja qo'yilgan, kattagina shkaf ham mavjud. Uyimizda hali hech kim yashamagan, proyektni tushuntirib o'taman. Birinchi xonamiz mehmonxona, yotoqxona, oshxona hamda sanuzel xonamiz. Uyimizni mehmonxonadan ko'rishni boshlaymiz. Mehmonxonamiz ham ko'rib turganingizdek to'liq yumshoq mebellar qo'yilgan, kattagina stol, oyoqdagi to'liq laminatlangan, gilamlar to'shalgan, pardalargacha ham ilib qo'yilgan, chiroyli qandillar. Bu yerda siz TV zona ham qilishingiz mumkin. Ikkinchi xonamiz yotoqxona bo'lib, yotoqxonamiz to'liq yotoqxona mebellar bilan jihozlangan. Nafis fotoboylar tanlangan, pardalar ham ilib qo'yilgan. Har bitta xonada har bitta narsaga moslashtirib fotoboylar tanlangan. Ushbu uyimizning afzallik tomonlari Buxoro shahrining qoq markazida joylashganidadir. 7 qavatli elitli liftli uyning 5-qavatida joylashgan. Oshxonamiz to'liq oshxona mebellar bilan jihozlangan. Hoffman brendidan gaz plitasi, vyutushka, rakvina barchasi mavjud. Bu tomondan esa shaharimizning go'zalligidan bahramand bo'lishingiz ham mumkin. Endilikda sanuzel xonamizni ko'rib o'tamiz. Eshiklarimiz eng yaxshi zakazdan MDF eshiklaridan qo'yilgan. Sanuzel xonamiz to'liq kafiltelgan, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud. Aristonlargacha ham o'rnatib qo'yilgan. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha endilikda to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Ushbu uyimiz Buxoro shahar Media Park oldidagi 7 qavatli elitli liftli uyning 5-qavatda joylashgan 2 xonali uyimiz. Barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. 60 kvadrat metrni tashkil qilgan holda sotilmoqda. Uyimizning narxi esa 50 ming AQSh dollariga baholanyapti. Yana savdosi ham mavjud.